Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, sog'misizlar, tuzukmisizlar, yaxshigina yuribsizlarmi? Bugun sizlar bilan birgalikda salat tayyorlaymiz. Salatimning nomi selyotka под шубой salati. Shuni sizlar bilan birgalikda qilamiz. Selyotkaga ketadigan masalliqlarni yana bir sizlarga ko'rsataman, o'zingizlar ham bilsangiz kerak. Yana baribir ko'rsatib o'taman, nima ketadi. Hurmatli obunachilar, bugun operatorim yo'q, shuning uchun sizlarga o'zim mamdoq qilib tushirib ko'rsatyapman. Piyoz kerak bo'ladi. Keyin tuxum, mana selyotka filesidan tayyordan oldim. Keyin mana bu qaynatilgan kartoshka, sabzi, qaynatilgan lavlagi, qizil lavlagi. Yana mayonez kerak bo'ladi. Tuz. Bu tuzni hozir biz ana qilib qo'yamiz. Piyozni navakop suvga solib qo'yaman. To'g'ri men bularni qilgunimcha ko'rinyapti. Hozir piyozni to'g'ri olamiz, mana bunday qilib to'rtburchak shaklda. Mana qaranglar. Mana suvga, sovuq suvga 1 choy qoshiq tuz solaman. Mana tuz solib, aralashtirib, endi piyozimni solib qo'yaman. Piyozim achchiqlari chiqib, yaxshi bo'lib turadi. Mana. Selyotkani anaqa video tezroq bo'lish uchun oldin yarmini to'g'rab qo'ydim. Mana hozir yerga 2 ta raqam ketdi. Mana selyotka. 2 ta pochka selyotka ishlatyapman. Mana shunday qilib buni ham to'rtburchak shaklda to'g'rab olamiz. Selyotkamizni ham. Endi mana idishimizga bularni mana bu anaqaga qolipdan foydalanaman. Mana shu qolipga endi svoy qilib qo'yib chiqamiz. Qirg'ichdan o'tkazib qo'yib chiqamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Boshladik. Mana oldin kartoshkani chiqarib olaman. Mana bu o'rtangisi bor, mana shunisidan chiqarib. Maydasidan, mana mayda emas, o'shandan o'rtangisiga chiqaraman. Mana kartoshkamni o'tkazib oldim. Qoshiq bilan to'g'rilab olamiz. Ko'rinyapti sizlarga. Mana shunday tekislab olamiz yaxshilab. Tekislab oldim. Mana ki kartoshkamizni o'tkazib bo'ldik. Bunga ozroq tuz sepaman. Men ozgina tuz sepaman, juda ko'p emas. Mayonez o'z anaqasi bor, baribir tuz sepib qilaman orasiga ozgina. Mana tuz sepib oldik. Endi bunga mayonez qo'yamiz orasiga. Endi mana ki selyotkamizni solamiz. Bir tekisda solib chiqamiz. Buni ham bir tekisda qilib olamiz, solib. Endi piyoz solaman, suvni to'kib. Mana piyozni solib olamiz. Boya suvga, navakop suvga solib qo'ygandim. Mana endi piyozni solamiz. Achchiqlari ketib, anaqa bo'ladi-da, suvga solib qo'ysanglar, achchiq bo'lmaydi piyoz. Mana to'g'rab solib qo'ydim. Endi ustidan buni ham mayonez qo'yamiz. Tuz sepmadim, selyotkani o'zi tuzi bor uchun bunga tuz sepmadim. Endi tuxumni o'tkazaman. Mana tuxumni ham o'sha
anaqasidan o'tkazamiz. Kichkina, o'rtancha qirg'ichdan ko'raman, nechta tuxum ketishiga qarab o'tkazamiz. Mana tuxumni ham o'tkazib oldim. 5 ta tuxum soldim. Tekislab olamiz, yaxshilab. Bunday bosib tekislab qo'yish kerak, чтобы kema bu qolipdan chiqarguncha ushalib ketmasligi uchun bosib qilaman anaqasini. Mana endi bunga tuz sepaman orasiga. Ba'zi birlar sepmaydi, kimlardir mana sepishmaydi. Men har bitta anaqasiga sepaman tuz. Juda ham ko'p emas, ozroq nomiga. Endi mayonez solamiz. Bir tekis qilib yaratib olamiz, hurmatli obunachilarim. Endi sabzi o'tkazamiz endi ustidan sabzini. Sabzimizni ham yaratib olamiz. Qattiq bosib aniq qilishinglar kerak. Aytgandek yaxshi preslanib olish oson bo'ladi. Bunga tuz solamiz. Keyin mayonez solamiz. Zillavlargini o'tkazaman. Mana shundoq qilib oxirgi sloyda qo'ydik qavatini. Ustiga mayonez qo'yib xolodilnikka olib qo'yamiz. 1 soatga yaxshi anaqalarni shimib, turturoga o'tadi. Mana obunachilar, salatim tayyorlab bo'ldim. Salatimiz tayyor. Endi buni xolodilnikka qo'yamiz. Turadi. Keyin olib ochamiz. Hurmatli obunachilar, mana bu lavlagimdan ozroq qoldi. Shuni o'tkazib hozir anaqa qilamiz. Bezaymiz salatimizni. Mana bu sir. Qattiq sirdan bor. Ozgina mana ozroq olasizlar. Buni o'tkazib olamiz. Mayda qirg'ichdan. Salat ustini bezashga mana shunday qilamiz. Endi lavlaga o'tkazamiz. Endi 1 osh qoshiq mayonez solamiz. 1 osh qoshiqni kimi anaqasi bo'lsa, mana endi buni aralashtirib olamiz. Sir bilan ikkalasini. Ikkita tuxum olib kelaman.
ikkita tuxum olamiz. Mana. Bunga ozroq tuz solamiz. Mana. Ozgina tuz solamiz. Buni endi aralashtirib olib, skоворodga pishirib olamiz, obunachilar. Shunda pishirib olamiz, obunachilar. Yaxshi pishsin. Tagiga yaxshi qotsin. Tuxumni keyin teskarisini qilamiz. Tagiga qotgandan keyin. Mana pishdi. Endi teskarisini qilib olamiz. Orqasini ham ozroq pishiramiz. Bo'ldi, orqasi ham pishdi. Hurmatli obunachilar, endi buni olamiz. Mana pishirib oldim. Mana obunachilar, anaqamiz ham bo'ldi. Tekis joyga olib, buni ichiga nachinkani solib, mana buni pishloq bilan, sir bilan lavlagi. Endi bundoq qilib surtib chiqaman. Ingichka qilib, rulet qilib o'rab chiqamiz. Mana obunachilar, buni o'zi bunda o'ragandan keyin ozroq tursa, endi hozir men salatimni olaman. Salat oldim. Endi mana bunday qilib o'radim, rulet qilib. Endi buni ustidan bezab chiqamiz. Gulchadek bo'ladi. Как atirgulga o'xshab turadi. Dasturxonga chiroyli ko'rinib turadi. Obunachilar, ortib qo'ygan lavlagimni sir bilan aralashtirib, endi buni mana bu anaqa bilan bezatamiz. Ukropni manaqalar bilan bezaymiz. Hozir keyin sizlar bilan birga buni olaman. Lekin o'zi 2-3 soat tursa, bu yaxshi yopishib, bir-biriga singib turardi. Hozir endi sizlarga video uchun olib chiqaman. Qolipdan olamiz. Mana shunday qilib bezasanglar. Chiroyli dasturxonga ham chiroyli bo'lib turadi. Mana obunachilar, endi hozir buni ochamiz. Hurmatli obunachilar, bu o'zi 2-3 soat tursa yaxshi bo'lardi. Hozir endi video uchun sizlarga ochib ko'rsataman buni. Sekin ochamiz. Mana böyle oldu. Bakalım çıkarttı. Geçen nargil. Bana obunachilar, sigaretka patishubi salatimiz tayyor bo'ldi. Dasturxonga qo'yamiz. Hammanglarga qilib ko'rishinglarni so'rayman. Mana chiroyli chiqdi.